Yangi klinika media loyihamizning navbatdagi soni Hayot World Medical tibbiyot muassasasi haqida. Ushbu muassasa Farg'ona shahrida joylashgan va yaqinda ish boshlagan, litsenziya olib, demak, boshladik. Hayot World Medical klinikasini menejeri bo'laman. 20 dan ortiq yo'nalish bor. Ya'ni urologiya, ginekologiya, xirurgiya, nevroxirurgiya, plastik xirurg, lor, yetuk mutaxassislarimiz jamlangani sababli nafaqat Farg'ona, qo'shni hudud Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham bemorlar kirib, shifo topib ketishmoqda. Yangi ochilgan Hayot klinikasida plastik jarroh bo'lib ishlayman. O'zim tibbiyot fanlari falsafa doktoriman, dotsentman. Men o'zim 43 yillik stajim bor. Bugun xudo xolasa 61 ga kirdim. Bizda plastik jarrohlik 3 ta yo'llanishi bor. Bu estetik jarrohlik, rekonstruktiv jarrohlik va replantatsion jarrohlik. Biz estetik jarrohligida va rekonstruktiv jarrohligida ish olib boramiz. Undan tashqari biz rekonstruktiv jarrohlikda ko'p amaliyot bajaramiz. Bundan eng noyobi yuz nervini falajini amaliyoti bilan bajarib to'g'rilash. Bu amaliyot kamdan kam boshqa joylarda ham qilinadi. Biz 4-etajdamiz. 4 va 3-etajlarimiz to'liq bemorlar uchun palata bo'lgan. 3 va 4-etajlarimizda 9 ta xona bor. Bitta xonada 2 kishi va 3 kishilik palatalar bemorlar uchun. Ko'rsatay sizlarga 3 kishilik palatamiz, 2 kishilisi jami bizda 44 ta ko'yka bor. Hammasini ichida dush, sanuzel joylashgan. Hammasida imkon boricha kasalga komfort yaratishga harakat qilingan. Palatalari standart, lyuks qilib bo'lmagansizlar. Yo'q, hammasi bir xil sharoit. Lyuks sharoit. Standart sharoit yo'q. Hammaga Lyuks sharoitda. Bir kunlik to'lov narxi. Bir kunlik to'lov narxi 300 ming so'm. Ichida 3 mahal pitaniyasi, birinchi, ikkinchi ovqatlari, shu bemorga moslangan. Shunaqalari kiradi. Hemşire xizmatlari, hamma yo'l chekib ketadi. O'sha 300 ming so'mni ichida. Bizda 3 ta operatsionniy xonamiz bor, intensivkamiz bor. Birinchi operatsionniy blokimiz plastik xirurg. Hozir ayni damda operatsiya mahali. Ikkinchi operatsionniy blok. Unga kirsak bo'ladi. Bo'ladi. Hozir operatsiya mahalimiz. En zamonaviy jihozlar bilan jihozlanamiz. Narkoz apparatlar, en oxirgi usul. Uchinchi operatsion blokimiz bilan tanishasiz so'pi. Bu umumiy xirurgiya bo'yicha laparoskopik lazer usulida qilinadigan xirurgiya bo'limi. Bu yerda ham hamma jihozlar maksimal darajada yig'ilgan. Sterilizatsiya bo'limimiz, mana xotopa, eng asosiy bo'limlardan biri. Buni litsenziya talab shartlari bo'yicha mukammal qilingan. Bu doimiy nazoratda